Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 11-yanvar haftaning yakshanba kunidagi chiqayotgan g'ishlarimiz gazlar yopiqligiga qaramasdan mana bunday salarkali mashinalarni iloji boricha yo'lga qo'yyapmiz, yetkazib borish yanada tezroq bo'lish uchun. Xudo xolasa yetkazib olib borishda xudo xolasa muammo bo'lgani yo'q. Uzog'i 3-4 kun ichida yetkazib olib boryapmiz. G'ishtlarimizni holatlari ko'rib turganlaringdek, ranglari atlasnoy holatda, razmerlari standart 6, 12, 25. Zavodimiz xudo xolasa katta, qishin yozin o'chmaydi. Ko'rib turganlaringdek, bu taraflarda fontlar bor. Xudo xolasa xomg'ish hali erta bahor, xudo xolasa apparatlarimiz yurib, xomg'ishlar chiqib, ulangadir inshaalloh tugamaydi. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Mana ko'rib turganlaringdek, hozir bu 10 mingtalik mashinamiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga ketyapti. G'ishtlarimizni xudo xolasa sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori, chunki bizda adir-padir yo'q. Asosan agorod, ko'rib turganlaringdek agorod yerlar. Sho'rlamaslik darajasi yuqori, sanoqlariga uqalanib ketmasligiga kafolatlari bor, garantiyalari bor. Eng ozi hozirgi kunda 3 mingtalik gaz yo'lligi uchun qiyinroq bo'lyapti. 5 mingtadan 10 mingtalikda cheklanmagan miqdorda yetkazib beraveramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxini aytib o'taman. Narxi zavodning o'zida hozirgi kunda 740 so'mdan, juma kunlari 730 so'mdan qilib qo'yganmiz. Kelib, texnika qilib kelib olib ketsalar, yuklatib berish ichida yuklatib beraveramiz bemalol. Aytsalaring, xudo xolasa uylaringgacha yetkazib olib boraveramiz. Pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarini aytmadim, 740 so'mdan, juma kunlari 730 so'mdan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turganlaringdek, yaqindagi holatlari. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.